eringizni spermatozoid holati ham juda ham muhimdir. Uzida homilani bundoqqina qopchasi ko'rinyapti, lekin homila ichida yo'q. Genetik nuqsondan boshlab infeksiyagacha, lekin shu genetik nuqsondan boshlab infeksiyagacha bo'lgan etaplarni ichida ham eringizni spermatozoid holati ham juda ham muhimdir. Nimaga? Spermogrammada eringizda spermatozoidlar astenozospermiya bersa, tetrozospermiya bersa, ya'ni spermatozoidlarni boshi kichkina, dumi ingichka yoki dumi uzun, dumi ikkita, boshi ikkita, spermatozoidni boshi qeshuv, dumi yarimchala kesilgan holat bo'lsa, albatta bu yerda anomal homila bo'ladi. Ya'ni homilaning mishochkasi bo'ladi va homila ichida bo'lmasligi mumkin. Yoki homila rivojlanayotgan paytida qo'li, oyoqlari bo'lmasligi mumkin. Bu ham rivojlanmagan homiladorlikka kiradi. Bu yerda H-gacha o'suradi, H-gacha to'xtamaydi, lekin qopchaning ichida embrion, ya'ni bolacha bo'lmaydi. Bu yerda albatta tekshiruv o'tkazish kerak. Faqat ayolni emas, erni ham, chunki bu yerda ikki juft birga tekshiriladi.